Hukumatning 819-sonli qarori bilan tashkilotlarda mehnat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ma'muriy jamoatchilik nazoratini tashkil etish majburiy etib belgilandi. Ushbu nazoratni nafaqat rahbarlar, balki jamoatchilik, ya'ni kasaba uyushmalari xodimlarining boshqa vakillik organlari bilan hamkorlikda amalga oshirish bo'yicha yangi talablar belgilandi. Tashkilotning xavflilik darajasi birinchi toifaga mansub bo'lgan tashkilotlarda mazkur nazoratni tashkil etish tashkilot rahbari tomonidan, lekin kasaba uyushmasi va xodimlarning boshqa vakillik organi bilan kelishilgan holda mustaqil ravishda hal qilinadi. Ma'muriy jamoatchilik nazoratini 3 ta bosqichda amalga oshiriladi. Ya'ni birinchi bosqich bu bevosita ish joyida, bo'linmaning sexida, uchastkasida va brigadalarda amalga oshirilsa, ikkinchi bosqichi bevosita o'sha bo'linma va bo'limlarda amalga oshiriladi. Uchinchi bosqich esa butun tashkilot miqyosida amalga oshiriladigan jamoatchilik nazorati hisoblanadi. Ushbu nazoratni amalga oshirish uchun tashkilotning rahbarlari, kasaba uyushmasi, xodimlarning boshqa vakillik organlari mas'ul shaxslarni tayinlaydi. Umuman olganda ushbu nazoratni amalga oshirishga rahbarlik qilish tashkilot rahbari, kasaba uyushmasi va xodimlarning boshqa vakillik organlarining mas'uliyatiga yuklatiladi. Qonunchilikka ko'ra mazkur nazoratni tashkil etmaslik mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarini buzilish hisoblanadi va tegishli tartibda ma'muriy javobgarlik choralarini ko'rishga sabab bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi postlarimizda ushbu ma'muriy jamoatchilik nazoratining har bir bosqichi bo'yicha batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz.